Şu manşet çıkanlar bu tarafta ham xuddi shu holatdaydi. Mahallada katta stadionda hashar qilyapmiz. Hammasi bundan dorimiz. 68 jahon standartiga javob berayotgan stadion qildik. Hozir O'zbekistonda mana shu Ishtixon Katta rahmat shu xodimlarga xizmat qilganlar. Şu manşet çıkanlar o'sha tarafda ham xuddi shu holatdaydi. Yugurishga ham sharoit yo'q edi-da. Keyin shu yugurish uchun stadion ochildi. Keyin qolgan mahalladoshlarimiz kelib hammasiga rahmat. Bu yoqlarni ham ochib bugun mana shu o'rindiqlar tozalandi bugungi qilgan ishimiz. Katta stadionda hashar qilyapmiz. Ular 3 kishi 4 kishi kelib tikanni ustida chopib, tikan kiraverib odam bo'ldi shular mana. mahalla raisiga rahmat. Men dam olish kuni shuncha xalqqa biroz aytib, men Tashkilotchilar hammasiga rahmat. tashkilotchilarga juda rahmat. 68 jahon standartiga javob berayotgan stadion qildik. Markazga oldik maratalarni, darvozalarni.